Assalomu alaykum. Bugun suhbat loyihamizning navbatdagi sonini olish jarayonidamiz va ushbu sonimizda aynan fuqarolik huquqi doirasida shartnomalar mavzusini suhbatlashamiz va bizning ekspertimiz Doniyor Imomniyozov. Assalomu alaykum, Nodirbek, yaxshimisiz? Rahmat kattakon, ushbu taklifimizga yo'g'irmasdan kelganingiz uchun hamda bugungi mana audio suhbatimizda siz bilan aynan shartnomalar mavzusida gaplashamiz. Endi asosan savolim shundan iboratki, biz shartnomalar deganda nimani tushunishimiz kerak? Rahmat. Shartnoma fuqarolik huquqini agar nazariyaga bog'lab javob beradigan bo'lsam va fuqarolik kodeksini 353-moddasidagi qoidani sizga aytib beradigan bo'lsam, bu o'sha fuqarolik munosabat subyektlari o'rtasidagi huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradigan, o'zgartiradigan, bekor qiladigan kelishuv. Lekin bu shartnoma deganda ko'pchilik birbaroq qog'ozni tushunadi-da, lekin aslida shartnoma bu shunday hujjatki, ertaga qanaqadir nizo kelib chiqadigan bo'lsa, taraflarni huquqiy himoya qiladigan, ular uchun qaysidir ma'noda sug'urta bo'ladigan anchagina kuchliroq hujjat bo'ladi. Ana endi shartnomani o'zi haqida aytadigan bo'lsam, shartnoma bu kelishuv, eng sodda varianti kelishuv. Qanaqa kelishuv? Huquqiy oqibatni keltirib chiqaradigan kelishuv. Huquqiy oqibatlar qanday bo'ladi? Bu shartnomaviy munosabatga kirishayotgan subyekt o'rtasida. Tasavvur qiling, ikkalamiz oldi-sotdi shartnomasini tuzyapmiz. Demak, siz bilan meni o'rtamda vujudga keladigan munosabatni tartibga solib beradi. Bu degani, siz nima sotyapsiz, men nimani sotib olyapman. Siz qanchaga sotyapsiz, men o'sha narsani qanchaga sotib olyapman. Ertaga deylik, siz o'sha tovarni vaqtida bermasangiz, men sizga qanday chora ko'rishim mumkin? Sizga o'sha tovarni narxini bermasam, vaqtida to'lamasam, siz menga qanday chora ko'rishingiz mumkin? Mana bunday munosabatlarni tartibga soladi va amaliyotda va talabalarimiz o'rtasida juda ko'p uchraydi. Shartnoma deganda aniq deylik yozib qo'yilgan, ikkita tomon kelib imzo qo'yadigan, notariusga borib tasdiqlaydigan, pechat bosadigan hujjatni tushunadi. Lekin bu shartnomani shakl talabi. Bu degani shartnomani yuqorida aytdik, kelishuv. Kelishuv ikki xil shaklda bo'lishi mumkin. Yo yozma yoki og'zaki. Deylik, magazindan suv kerak, 05 suv olyapman. Bunda men borib sotuvchi bilan yozma shartnoma tuzib, ikki varaq qog'ozni ko'tarib borib, bunga imzo qo'yishingiz kerak, men ham imzo qo'yishim kerak. Ana shunda bu shartnoma bo'ladi deymanmi? Yo'q. Boraman, pulini to'layman, olib chiqib ketaveraman. Va shartnoma bilan bitim o'rtasidagi farq masalasida juda ko'pchilikda shunaqa fikrda, bitim bu og'zaki bo'ladi, shartnoma bu yozma bo'ladi. Yo'q, bu shunchaki shakl talabi xolos. Demak, o'zi shartnomani ham, bitimni ham vujudga kelishida tarafning erki irodasi, asosiy kuch. Ya'ni siz nimanidir xohlayapsiz, ana o'sha xohish irodangizni amalga oshirishingizni bitta ko'rinishi. Men deylik, o'sha suv sotib olishni xohlayapman. Ana shu suvga ehtiyojim bor va bu xohishimni amalga oshirish uchun ikkinchi tomon, ya'ni sotuvchi bilan kelishishim kerak. Ana shu kelishuv jarayoni bu shartnoma va bu erk iroda ikki xil shaklda ifoda etiladi. Bu og'zaki va bu yozma. Shu shartnomaning eng sodda varianti yoki bo'lmasa eng sodda tushuntirish ana shunday bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Endi keling, ikkinchi savolga o'tsak, aynan shu suhbatimiz doirasida o'z ko'p bermoqchi bo'lgan savollarimni o'z fikringizni aytib o'tib ketdingiz va shu yana bir savol beramiz. Mana hozirgi kunda odamlar shartnomani ko'proq, misol uchun, qo'rquv bilanmi yoki zarurat bilanmi yoki bilmay tuzyaptimi? Asosan nimada shuni farqi? Xo'p. Shartnomani tuzish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, ochig'ini aytadigan bo'lsam, amaliyotda o'zimiz ham duch kelganmiz juda ko'p, o'qimasdan shunchaki imzo qo'yib qo'yadi. Tanishib chiqish degan narsa deyarli amaliyotda oddiy odamlar o'rtasida tuziladigan bo'lsa, hattoki ba'zi bir holatlarda professional kompaniyalar tomonidan shartnoma imzolanishida ham shartnoma matni bilan tanishmaslik holati juda ko'p. Tanishib o'tirmaydi. Og'zaki ikkinchi tomondan eshitgan shartnomaning shartlariga va ikkinchi tomonni va'dasiga ishonadi. Yoki bo'lmasa delovoy etiket deydi, tamom shu bilan masala hal. 4 varaqmi, u 6 varaqmi, 2 varaqmi farqi yo'q. Oldingizga shartnomani tashlayapti, ikkinchi tomoni pechati bosilgan, imzosi qo'yilgan.
Bo'ldi, ana shunday imzoni qo'yadi, shu bilan masala hal deb o'ylaydi. Lekin ana shuni oqibatida ertaga anchagina katta muammolar kelib chiqadi. Va bizni oldimizga keladigan odamlarning aksariyat qismi ana shundan aziyat chekadi. Imzolab qo'yadi, ichida nima yozganini bilmaydi va ertaga huquqi buziladigan bo'lsa, shikoyat qilay deydigan bo'lsa, huquqini cheklash holatlari yo bo'lmasa bir tomonning manfaatini yuqoriroq qo'yadi, ikkinchi tomonning manfaatini sal pastroqqa qo'yadi. Shartnoma imzolandimi, kelishildimi, tamom ana shunda kuchga kiradi. Deylik, yana o'sha boyagi misolga qaytaylikda, endi suv misolida emas, mashina misolida ko'raylik. Bo'lib to'lashga qaysidir bitta firmadan mashina sotib olyapsiz. Deylik, siz sotuvchi, men sotib oluvchi. Avtosalon sifatida menga shartnoma loyihasini beryapsiz. Bo'lib to'lash evaziga. Agar to'lovni kechiktiradigan bo'lsam, har bir kechiktirilgan kun uchun deylik 1% dan penya yozyapsiz. Men bu narsani o'qib ham ko'rganim yo'q. Hozir avtosalonlarda yoki mana juda ko'p reklamalarni ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda. Foizi yo'q, newsozkasi yo'q, islomiy shartnoma, turli xildagi nomlar bilan nomlashadi, to'g'ri? Lekin shartnomaning ichida o'qib ko'rsangiz, hamma narsasi bo'ladi. Newsozkasi ham, penyasi ham, yo bo'lmasa o'sha sizga kechiktirganingiz uchun 1% dan qo'yadi har kuniga yoki 10% dan qo'yadi. Ana endi o'zi uchun belgilayotganda 0.1 qo'yib qo'yadi. Ya'ni siz to'lovni kechiktirsangiz 1% to'laysiz, men mashinani yetkazib berishni kechiktiradigan bo'lsa, bir kunga u 0.1 yoki 0.100 bunaqa shartnomalar hozirgi mana bu novostroykalarni sotib olayotganlarda juda ham ko'p. O'qimaymiz, shartnomaga imzo qo'yib yuboramiz. Ana shu shartnomalardagi eng quruvchini foydasiga o'ynaydigan shartlardan bittasi muddat aniq ko'rsatiladi. Misol uchun uyni topshirish muddati 2026-yilning 15-mart sanasi belgilangan. Lekin shartnomada shunaqa shartlar ketadi. Quruvchi ana shu topshirish muddatini o'zi bir tomonlama o'zgartirishga haqli, uzaytirishga haqli. Biz uni o'qib ham ko'rmaganmiz. Imzolab yubordik, bo'ldi, ana shuni o'zi bilan ketdi. 2026-yilning 15-mart kuni boryapmiz, uy tayyormiz. Da'vo qilaylik desak, kechirasan, o'zgartirib qo'yganman. Narx ko'tarilib ketdi, kadastr chiqmadi, u bo'ldi, bu bo'ldi, yozdi topshiraman. Hech narsa qila olmaysiz mana bunday holatda. Qaysidir bitta organga yoki sudga murojaat qiladigan bo'lsangiz, hali muddat kelmagan yoki bo'lmasa boshqa holatlar. O'z-o'zidan bu sizni huquqingiz buzilishiga olib keladi. O'shaning uchun ham imkon qadar shartnoma bilan tanishib chiqish tavsiya qilinadi. Shunday. Rahmat kattakon. Aynan shu savolingizga davom sifatida bir savol bermoqchiman. Ya'ni savolim shundan iboratki, qarang. Misol uchun shartnoma asosan taraflarni himoya qiladimi yoki aynan ularni misol uchun qaysidir muammo paydo bo'lganda, huquqlari buzilganda, misol uchun aynan esga tushadigan misol uchun aynan bitta vositami deb ko'rsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz bo'yicha? Как будто naqada ikkinchi tomonni tiyib turadigan richak. Shunday. Shartnomani funksiyalari ko'p. Ikkala tomonni manfaatida ham, ya'ni siz aytgan ikkita holatda ham ishlatish mumkin. O'zi umuman shartnoma munosabat doirasini belgilab beradi. Soddaroq aytadigan bo'lsam, o'yin qoidalarini ikkita tomonga belgilab beradi. O'yinni boshladik, siz nima qilishingiz mumkin, men nima qilishim mumkin. Mana bu o'yin qoidasi. Va ana o'sha qoidalardan kelib chiqib turib, ikkala tomonning manfaatlarini himoya qilishi mumkin. Ya'ni bir tomonni o'zini manfaatini himoya qilishi mumkin yoxud ikkala tomonning manfaatini himoya qilishi mumkin. Undan tashqari o'sha richak vazifasini ham bajarishi mumkin. Bu degani istalgan toifadagi shartnomada ulushli ishtirok etish bo'ladimi, oldi-sotdi bo'ladimi, ijara bo'ladimi? Ikkinchi tomonni agar mana shu harakatlarni qilmasang, seni kelajakda mana bunday huquqiy oqibatlar kutib turibdi. Deylik jarima, penya shaklida shunga o'xshagan harakatlar. Yana bitta aynan o'sha ikkinchi tomonni qo'rqitadigan yoki tiyib turadigan shart sifatida aytishimiz mumkin. Mana mehnat shartnomalarida yoxud fuqarolik huquqiy shartnomalarni ko'plab turlarida tijorat sirini oshkor qilmaslik bilan bog'liq bo'lgan bandlar ketadi hozirgi kunda. Banklarning mehnat shartnomalarini ko'rsak, tijorat siri bilan ishlaydigan boshqa korxonalarni
shartnomalarini ko'radigan bo'lsak, ularda albatta tijorat sirini oshkor qilmaslik bilan bog'liq bo'lgan shartlar qo'yiladi. Yaqin-yaqindan beri ana shu narsalar qo'yilyapti. Va unda agar o'sha shartni oshkor qilib qo'yadigan bo'lsangiz, tijorat sirini oshkor qilib qo'yadigan bo'lsangiz, jarimani summasi anchagina katta bo'ladi. Misol uchun bo'lishi mumkin bu bazaviy hisoblash miqdorini 1000 baravar. Buni taraflar o'zi kelishib yozib qo'ydimi? Bo'ldi, tamom, ana shu qoida ishlaydi degan. Demak, mana shunaqa shartlarni kiritib qo'yadigan bo'lsa va oldindan ikkinchi tomonni ogohlantirib qo'yadigan bo'lsa, siz aytgandek, u tegib turuvchi shart vazifasini va o'shanday shartnoma vazifasini bajaradi. Rahmat kattakon, ushbu savollarimizga javob berganingiz uchun. Xudo xolisa, albatta bu siz bilan birinchi suhbatimiz edi va bu narsani sekin-asta davom qilib, shartnomalar yoki misol uchun boshqa mavzuni sekin-asta birgalikda muhokama qilamiz. Rahmat kattakon. Rahmat, salomat bo'ling.